Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum hürmetli televizyon görücü qarindoshlar. Bugünkü sual ve cevap namlı programımızın yeni sahne arkalı sizler bilen yeni yüz görüştük. Bugünkü programımızın aziz mehmanları Şarkı Türkistan Ulemalar Birliği Muavin Reisi Ustaz Mahmudcan Damallam ve Şarkı Türkistan Ulemalar Birliği Tedqiqat Merkezi bölümü mesulü Ustaz Muhammed Yusuf Karacım. Erişkileri hoş geldiler. Razı olsun. Hürmetli televizyon görücüler, bugünkü programımızda yer derveşke alakadar meseleler hakkında to'xtalib o'tamiz. Hammamizga ma'lum bo'lgandek, yani Türkiye'ninki 10 viloyatidan ayta qattiq yer derveş oldu. Bununla Türk halkı hem biz hammamiz yani matem içinde yaşavatımız, ensizlik içinde yaşavatımız. Şunun için bu meselelerge dini noktadan kadar qaraymiz deganni o'ylab bugünkü programımızda muşahda to'xtalishni muvaffaq ko'rdik. Qat'iy qilib ko'rishinglarni umid qilaman. Ustaz Mahmudjon Damallam sizdan başlasak. Endi İslam ulemalarının içinde her xil ko'z qarashlar bor bu meselede. Bu yer tevreş ve başka tabii afetlerini bu Müslümanlar yani dinden iraklaşıp Allah'ın iraklaşıp şundaq gunaha patqanlık ve asi bo'lganlik için Allah'ın ki bir cezası bu Müslümanlar evetken de şundaq qaraydiganlar bor. Şundaq tushunish to'g'ri mi bu afetni? Bu haqda qisqacha ma'lumot berasizlar. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah thumma amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah subhanahu ve taala bu yer tevreş sebebi bilen ölüp ketken bütün Müslümanlarni şehitlerinin makamıda kılsın. Meyli Türkiye'de bolsun, meyli Suriye'de bolsun. Nima üçün dese Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem muşundaq tamның astırı kalıp ölüp ketkenlerge şehitlik bilen guvalık bergen. Tabi halda bu mükafat şu Müslümanlığı buludu. Yaralangan, özününki uruk tuqqan ata-analardan ayrılganlarga sabır ata qilsin, yaralanganlarni tez bu kesellikten, yaradan saqayışqa Allah nasip qilsin. Bu sual qarta birinci olap Allah subhanahu ve taala'nınki bu kainattaki kanun tüzülmesini hemimiz düşünüşümüz lazım. Kainattaki kanun tüzülme ta Adem Aleyhisselam'ın yaratqını tatip bugün geçilek nurgun kainatının bir menişi var Allah'a urullaştırgan. Bir sünneti kanunu var. Bu sünnet kanunlarının qatarından bazı vakitte buran çıkış, bazı vakitte yer tevreş, bazı vakitte kelkin kilip jalni suv esip ketish. Mesela ve onundan başka nurgun kainatta Allah'ınki kudreti bilen bulap turduğan her xil hadiseler var. Bu hadiseler mümkün Müslümanlar zemininde 101'de, mümkün kafirler zemininde 101'de, mümkün edem yok. Ya ki denizin ortasında, ya ki çöl, jangalda 101'de. Lekin muhimi nima desa, insanın kudreti ya ki insanın kulu bilen emas, Allah subhanahu ve taala'nın kudreti, Allah'ın üstünlüğü bilen özünün üstünlüğünü bendilerge köstüp koyaş üçün, tuntup koyaş üçün çok şundaq afetler her zamanda, her rayonda bulap durdu. Bunu birinci olap bilişimiz lazım. Yani bunu demek alayı ta'kidlab qo'yishdagi maqsad bunu bir kishim ta'virtib qo'ydigan yoki davlatlar taraqqiy qilib ketib yana bir davlatga suiqasd qilib manda medel tuytirgan bir ish emas bu, koinotning ishi. İnsanın qo'lidan agar unda kelib qolsa, insonlar bisni yeb buchoq tugab bo'ldi. Bu birinci nokta. İkinci nokta bu hamda azapmı yoki nima deb tushunamiz buni desa, birinci olab Allah subhanahu ve taala Qur'oni Karimda ilgirki ummatlar haqida nurg'un oyatlarda masalan fa'akhadathumur rajfa fa'akhadathumu's sayha yoki mayli aqtirib yutish bilan, mayli ovoz bilan, yuqori darajalik ovoz bilan bo'lsin, her xil uslubda Allah'ın peygamberiga ishonmagan, Allah'ın peygamberini yalg'onga chiqargan, peygamberga qarshi urush qilgan, ya'ni kurash qilgan kafirlarni öz zamanısında Allah subhanahu ve taala
aşında usluplar bilen şu to'liq halak qilib etgan. Xo'sh. Mayli Samud alayhissalomninki Samud qavmini bo'lsin yoki Qur'oni Karimda har xil mayli Fir'avnninki agash kuchlilarini Fir'avnni bo'lsin, aqtirish bilan bo'lsin, har xil uslubda ilgari kelganlarni shunda halak qilgan. Lekin bu umumyuzlik kafirlarni bunda halak qilib etish, masalan, bu Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamninki duası, Peygamber aleyhisselam'ninki duasını Allah'ın qabul qilganligidan keyingi vaqtda cho desa, umumyuzlik müminlar mu halak bo'lib ketmaydi, asi bo'lganlik sababidan va shundaqli bu müminlarga qarshi turganligi uchun kafirlar bu dunyoda cho halak bo'lib tugab ketmaydi burungi zamondagi o'xshamaydigan tarafi bor. Nimish hadis Peygamberimiz sallallohu alayhi va sallam hadis sharifda men Parvardigorimdan sordum. Nimani sordum desa, mening ummatimni ashundaq umumiy bir afat bilan halak qilib etmaslikni sordum. Allah subhanahu va taala bana bu duayimni icabet qildi. İcabet qilib, sening ummatingni Muhammad men umumiylik halak qilib etmayman. Lekin ular o'zaro birisi bilan urushib, shundaq egizpasilish o'zaro bo'ladi. Lekin men halak qilmayman deb menga va'da berdi degan. Shuning uchun bu masala qarta desa, musulmonlarni Allah subhanahu va taala Allohga asi bo'lgan ya Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam asi bo'ldi, gunoh qildi deb unda umumyuzlik yatavrash bilan bunda afatli bilan chu halak qilib etmaydi. Ana ikkinchi bunun qo'shirgan gap nima desa, bu bir tarafi masalaning. Ikkinchi tarafi har qanday musibat, mayli yatavrash bo'lsin, mayli kasal bo'lsin, mayli har xil yuqumli kasal bo'lsin, bundaq kasallar, bundaq afatlar bilan bir inson mayli kasal bo'lsin yoki shuning bilan o'lib ketsin, mümin qachoniki bunga sabr qildi ekan, Allah subhanahu va taoladan mukofot kutar ekan, Allah'tan kelgan bu musibatga chidaydi ekan, sabr qildi ekan, cho'qim Allah subhanahu va taolo bu kishini bu tatqan kesiliga ya o'lib ketgan bo'lsa, o'lib ketganligiga mukofotlaydi. Uni qo'shib qat'iy jazolamaydi. Allah Qur'oni Karimda innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighayri hisab. Mushari sabr qiluvchilarga hisobsiz mukofot berdi deganlik, bu sabr qilish qachon bo'ldi desa, musibat kelgan vaqtda, bunda xafaroq kelgan vaqt bo'ladi. Yana bir ayette em hasibutum en tedhulul cennet ve lemma ya'tikum meselul lezine khalav min qablikum messethumul ba'sa'u ve'd-darra. Müşarike ad-darra ba'sa ve'd-darra degan meyli iqtisadingizga yetgan ziyon bo'lsin, meyli jismingizga yetgan musibat, xafalıqlar bo'lsin, har qanday xafalık yetsa degan gapim. Bu dunyoning jannat kirishning yo'li bu shundaq müminlarning sinilishi, har xil sinoqlarga duch kelishi bilan cho andin bo'ladi. Unda bo'lgandan keyin mushundaq yataverishda yoki har qanday ofatda sabr qildi ekan bir musulmon, uni Allohdan kapti bu deb uniga chidaydi ekan, voy nimish keladi menga, men musulmon tursam bu kofirlik tugab ketsa olmamdi, bankagichilik deb qaqshimaydi ekan Allohning taqdiriga, Allohning o'rinlashtirishiga. Bu Allohning taqdiri, koinot Allohning, men Allohning bandisi, Alloh qanday his qiladi meni degan mushu ishonch iymonda bo'ldi ekan, bu kelgan musibatlar cho desa, müminninki darajasini ko'tarishga sabab bo'ladi. İmam Buxoriy rahimahullah mushaqt shu ma yusibul mu'mina min nasabin wala wasabin wala hazanin. Mushadisda musulmonga har qanday bir musibat yetir ekan, har qanday bir g'am qayg'u, xafalık yetir ekan, bu shunga sabr qilsam shu Allah subhanahu va taolo bu mu'minning darajasini ustun qiladi degan. Agar buni faqat jazo desak, yuqorida deyilgan shahid degan hukmga zid bu. Ya'ni Peygamberimiz sallallohu alayhi va sallam ash-shuhada'u khamsa, mening ummatimdagi shahidlar 5 turlik bo'ladi deb, shuning biri sohibul hadm dedi. Ya'ni tamning ostida qolgan odam shahid dedi. Unda bo'lgandan keyin bu yerda mu'minlar tamning ostida qilib o'lib ketgan bo'lsa, buni shahid da'vosa, uni qo'pab cho desa, bu azobning sababi, azob bu. Ya'ni gunoh qilganligi uchun bu mu'min, shuning uchun Alloh jazolab, shunga yatavrash bilan buni jazolab etdi deyishning o'zi ma islom shariatining umumiylik har tarafini umumiylik tadqiq qilmaganligi yoki ma'lum nas dalillarga bir taraflama qarab qolganlikning natijasi. Shuning uchun hozirgi vaqtda desa, butun musulmonlarga rahmat tilaydigan, ularni sabr qilishga undaydigan, ularni Allohning bu taqdiriga chidashga, ko'ndirishga tashviq qiladigan va xo'p bo'ldi deydigan vaqt emas. Belki çoğu hemminglar sabr qilinglar, bu kainat Allah'ninki, Allah bu kainatda har qanday ishni qilsa qudrat egisi, bu Allah'ning kainatdagi qilayotgan
işlarga nisbeten biz qanday qilishimiz lozim desa, albatta sabr qilishni o'rganishimiz va ma nursilu bil ayati illa takhwifa degan oyatni eslashimiz. Bu Allohninki qudrati, buni faqat hayot qolganlar uchun ibrat qilish, hayot qolganlar uchun Alloh o'zining qudratini tunutish, meni unutib qolmang deyish uchun avatilgan azoblarning biri. O'lib ketganlar cho desa, shu sabri bilan, iymon bilan lam ketgan bo'lsa, chuqum payg'ambarimizning guvohligi bilan bular cho shahidlarning maqomida bo'ladi. Allah razı olsun Ustaz. Ustaz Muhammed Yusuf Qaracım bu damlardan kelimleri bir fikirlere bağlı. Damlardan kelimleri %100 qo'shilma. Shundoq endi. Endi shu Alloh taolaning irodasi va qudrati bilan amalga oshgan bir tabiat hodisasida bu. Damollam degandek nerede bo'lsa bo'ladi. Kafirning yurtida bo'lsin bo'ldi, adam yo'q yerda bo'lsin bo'ldi. Endi onun sebepleri hem de ilmi cihetin gapleri jiq hem de onunki. Ama biz bu şundan qandaq üzümüzge bunun qandaq qarash meselesi de hem de bunu bizni uykumuzdan oğutuş ve Allah'ın çeksiz kudretini bilişimiz için bizge bir agahlandırış oluşumun dep düşünsek mi buludu. Onun için bunu kıyametin alametlerinden biri emniyette hem de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'deki Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet kılgan İmam Bukhari hadiste toplanan bir hadiste şu kıyametin alametlerinden kesret-i zilzal dep yani yer devresinin cık buluşu kıyametin alametlerinden diyen. Yani biri emniyette kıyamet boğa vakitti mi? Kıyamet yani aynı yer devreş filan başlanacak. İnne zelzelete saati yevmen şeyun azim dedi mesela. O açık kıyamet gündeki yer devreş nahati çoğun bir vakıadaydı. Hem de şunu biz gibi kıyametinin buluduğallıkının hak ikenlikinin ki bir delili bir taraftan. Bir taraftan Allah'ın hemmege kadir ikenliki, pen tekniki bilen, ilim bilen, nurgun nesinin aldığını ağılı boğan bilen, muhunda tabi afetlerinin, Allah'ın kuldu boğan muhunda tabi afet nimenin ki, tabi afetlerinin, tabiat hadislerinin ki, aldığını ağılı boğmayıtqanlıqı, hemmesi Allah'a boysunduğanlıqının bir ifadesi de. Yani bunundan biz şu her bir adam üzüge çüşlük bunundan bir nime ibret yoki nasiba alı demdi mesela ölümün yıkılışıp qalğanlığı hemmelerinin beşiğe bir ölüm var kaçan kildi onu bilmeyimiz şu tayyorlik qilish meselesi mesela üç tut aşında işli boldu bunun degen Allah saqlasın musulmonlarni anda iş bo'lmasin agar shunda ishlar bulab qilish ehtimoli bo'lsa unga har bir musulmonninki bir uyqudan echib üzününki niyetini duruslap, takvalıkını aşırıp, bir kimde hakkı olsa hakkını ada kılıp, yani bir tayyorlik haletide buluşu için bir ilgen, bir işaret, yakin bunda da düşünsek mi bulu demdi bu da? Allah razı olsun. Yani işkillerinki hulasa gepini qaraganda, yani tamam bu kısmen Allah'ınki şunda kapırlığa, asilağa bir cezası boğan takdirde ama nokul fakat bu şunda asi olan Müslümanların bendilerine cezalaş için evetildi zilzal deyiş yani doğru emeslikini bilip yettik bunu biraz kendi dairede düşünüşünü muhimmiş kellikini Allah razı olsun. İkinci mesele özellikle biraz bunun vakili çıkırlar bu yer terveştir nemdi ama şunda yer terveşaki başka bir tabi afetlerden biz Müslüman bir süpütümüzden bunun kandakka derslerini alımızsa bu akta tahma tepsilerek bir düşündülerini depesir özetler. Hem de bu müşündak bir hadiseler Damallam okudu aylık ayetini ve ma nursilu minel ayati illa tahfifa de korkutuş için alametlerini evetimizde deydi mesela buran alameti olsun, su afeti olsun, bunda yer tevreş olsun. Hem de bu Allah Teala'nın ki kudretideki iş bendilerini her zaman üzü halga vakitte bunda agahlandırış için evet edemdi. Hem de bunundan biz üzümüz kandak ibret eliş, kandak paylanış yani üzümüzge bağlılık bir işken hem de her bir insan oylap, tefekkür kılıp biz qanchalik yaşayalaymiz yani bizge shunda tuyuqsiz ayna ish bo'lib qolsa qanday bo'ldi degan to'g'risida o'ylanish oxiratning hozirligini qilish bir tayyorlik holatida turish Allah Taolaga bo'lgan Allah Taolaning qudratiga bo'lgan
imanimizni texmi kuchlantirish, qiyomatning haq ekanligiga, qiyomatning bo'ldiganligi bo'lgan imonimizni texmi kuchlantirish uchun bizga shunday bir fursatlar bo'lgan bo'lishi mumkin, shunday bir ishoratlar berilgan bo'lishi mumkin deb o'ylaymiz. Allah razı olsun. Nasılın qo'shib qo'ygan bir masala bor. Qarayın, Allah razı olsun. Bununla birinci olab Müslüman qandaq ders erişimiz kerak desa, Xo'sh. birinci olab bunun aldığan ders bu dünyanınki sınaq dünyası ekanligini tunuş. Yani bu dünya müminlarning qilgan yaxshi ishlarga darhol mukofotlaydigan, kafirlarning qilgan yomonliklarga darhol jazolaydigan dunyo emas. Bu amel dunyosi haqiqiy mukofot bilan haqiqiy jazo cho'q qiyomat kuni bo'ladi. Buni tunishimiz lazım. Bunu tungan vaqtda bundan musibatligimi to'g'ri muomala qilgan bo'ldi. Ikkinchi bo'lib, har qanday bir insonningki o'zining ajali kelganda o'ldiganligi. Yani ecelden burun bir insanın cennin çıkmaydiganlığı bunun bo'lgan imanımız mükemmel buluş lazım. Ya tevrep ülep ketdi to'g'ri. Agar Allah taqdir qilib o'tgan bo'lsa, ya tevrep ölmese ya binadan tushib ketib, ya yo'lda itib ketib, mashina besib o'lib yoki har xil sababdan shu o'lishi mumkin inson. Shunga olimlarning deydigan gapi bor. O'limning sabablari xilma-xil, o'lim oxirisida shu berdi. Yani her xil sabab bilan inson o'lidi. Netice çoğu ahirde ülen biremdi. Bunda bo'lgandan keyin insonninki çoğum men her qanday bir insan bulup süptüm bilen Allah taqdir qilgan eceldi öldüm. Şu alimlerimiz bir adam öldürüp etse, öldürülgen adam ecelden burun öldü mü ya ki ecelde öldü mü dese ecelde öldü deydi. Nima uchun mesela katilini cezalayamaz dese, katil Allah çekilgen işine sen bir begunah kanını tökme dep Allah çekilgen işini qilganligi uchun qatilni shu shariat jazolaydi. Lekin o'lgich o'z ejilda o'ldimi desa, o'z ejilda o'ldi deydi. Shuning uchun bu yer tavrashda o'lib ketganlar hammasi chuqumchu o'z ejilda o'laglik. Buningga bizda %100 iymon bo'lsa, u chaqda shu iymonimiz davom qilib qolmaydi. Uchinchi bo'lib hamda tabiiy holda biz eng muhim oladigan darsning bir qaysi desa, bu mushu ofatda o'lib ketgan kishilarni ko'rgandan keyin yuqorida ustozimizning deb o'tgandek ularga bir yordam qilish tuyg'usining bizda paydo bo'lishi. Ya'ni ularning shunda bugungidek shunda sovuq vaqtda nurg'uncha odamlar hozir uysiz qoldi, kiyimsiz qoldi, yeydigan narsa yo'q, do'konlarning hammasi itiglik, shunda ig'ir bir musibatda. Unda bo'lgandan keyin har bir musulmon uningdancha Allah meni saqlabdi ma ofatdan, men hozir yeydiganim borkan, kiydiganim borkan, ash ofatga uchraganlarga yardım qilish mening burchim deb buni tunish lazım. Rahmat ustoz, bu masalani hozir biraz nim qilamiz. Tövəndə Ustaz Muhammed Yusuf Qaracımda bu yer dərvəş yoki shunday cho'ng ofatlar va musibat vaqtida hamda biz musulmonlarninki diniy va insoniy jihatdan qilishga tegishli vazifamiz qaysi bu vaqtda fikirlar bir qisqacha masalasidan boshlaylik. Endi o hammamiz bilimiz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin bir hadisi var. Müslümanlar bir bedenge o'xshash, qaysi bir bedenning qaysi bir a'zosi rahatsizlansa, ağrısa bütün beden onun rahatsizlanidir deb shuni o'xshatganda, aynan bo'lganda ash musulmon qarindoshlarimizning beshiga aynan kun kelibdi, kelgandan bizning albatta ash o'zimizga kelganga o'xshash ashuningdan ashuningga histoshlik bildirishimiz kerak. Histoshlik bildirishda qalbimizda histoshlik bildirimiz, qo'limizdan kelganini qilamiz. Masalan, kan iyanı qilish ishlari boshlanig'liq, pul yordam qilish boshlanig'liq, kiyim-kechak to'playotidu, nurg'un qarindoshlarimiz berib ashat qutqizish ishlariga qatnashyapti. Mush ishlarninki qila oladiganimizni qilish har qanday bir musulmonning buningda qilinmaydigan hech qanday musulmon yo'q. Masalan, addis hech kim qilmagan odam, kasal yotaqada bo'lgan odam bo'lsin, duo qila oladi shularga. Shu vafot bo'lib ketganlarninki gunohlarining mag'firatiki va ularninki Allohning rahmatiga erishishi uchun va yaradorlarninki tez saqiyishi uchun boshqa shunda uysiz qolgan, bunda qiyinchilikda qolganlarning ishlarini o'ng'ay bo'lishi uchun duo qilishadi. Eng oddiy talab duo qilish. Buni qila olmaydigan hech qanday musulmon yo'q. Uningdan boshqa qo'limizdan kelgan hamma ishni qilishga to'g'ri keladi. Chunki payg'ambar sallallohu alayhi vasallam buni hadislarda jiddiy ta'kidlagan. Masalan, bir musulmonning hojatini, bir qarindishimning hojatini ravo qilish men uchun shu Madina Munavvardagi shu masjidimda bir oy itikof qilgandan afzal degan. Uningdan boshqa masalan bir musulmonning
buniki qiyinchiligini hal qilib bergan odamga qiyomat kuni Alloh taolo uni qiyomatning qiyinchiliklarini hal qilib berdi. Shunga o'xshash ham nurg'un hadislar masalan buni hamma musulmon qanchalik muhim ekanligini biladi, lekin shunda boshqa kun kelgan vaqtida andin bunda eg'ir fursat vaqtlarda an musulmon sinildi. Bay bizga sinoq bo'lishi mumkin shu deganimizmi? Masalan, shunda har qanday odam sinilayotgan bir gapda musibatga uchraganlarimiz siniladi, damallam deganga o'xshash Allohning qazosi ekan deb rozi bo'lib savob oladi. Am musibatga uchramaganlarimiz sinildi, quldan kelgancha qanchalar qila oladi. Buniki musulmon qarindoshlik nimasi, hissiyoti buniki derecesi qanchalik ekan masalan hamma odam o'zini isbotlab ko'rsatiladigan bir vaqt endi-cha. Shunga qo'limizdan kelganini qilish kerak endi. Allah razı olsun. Sizlarga qo'shib qo'ydim. Ma temi qarta boshqa. Ularda mesela bunda bir nima bor hamda, hozir hammamizga ma'lum. Bu yer tavlashni aytdi. Çoğun şekilde zor bir egir terörist oldu. Neçilliğe körelmeyen bir terörist bağlılığını alımlar mıkılavatırdı, mütehassisler. Hem de yine bu takımı başka şehirlerde mi tevriydi, İstanbul'da mı ya tevriydi olan korkunçla haberler çıkıvatırdı. Bu ya tevriyden urullardaki, şehirlerdeki musibetler mi bek egir. Bunu kögen insanlar, karındaşlarımız bir xil taxıma gam qayg'u ichida, taxıma ayağınki apatni ko'rayotgan, unuga bir ichi og'riq, yana bizga shunda ishkab qolarmi degandek qo'rqinch ichida yashayotgan o'ylanamdi. Turk xalqimiz mana aytdi, eg'ir musibatda hech qanday bir insonningki yuzida tabassum yo bir narsani ko'ngli bo'lmaydi. Bunga qarta masalan biz bir mo'min bo'lish sifatimiz bilan bundan keyingi kirish ehtimoli bo'lgan musibat, ofatlarga qarta biz bunga qanday pozitsiyada bo'lishimiz kerak? Bu haqda bizningki qarindoshlarga bir ma'naviy jihatdan bir ruhini ko'taradigan bir tavsiyalar bo'lsa, buni anglasak, undan keyin ikkinchi mavzuga o'tsak demakchi. Tabii halda mümin birinci olab o'zining hayotini va ailesinin hayatını qo'g'dash uchun sebeplerinin hemmini qilish lazım. Bu yerda Türk kanallarda deyilyapti, asli ya tavrash adam o'ltamaydi. Bu yerda adamning o'lisiga sababchi bo'lgan narsa nima o desa, binoni selishda, uyni selishda azam pul bilan tez vaqt puturmez deb pulni az xarjlab, nachar malzemalarni qo'llanib, mushunda sog'anligi uchun shuna binalar mushunda o'rilib, shuna bilan odam o'lyapti deb mushunda gaplar bor. Bunda deyilishi nima uchun desa, masalan, Yaponda ko'p yotaveradigan yer. Aşağıda binanı selishda naiti azaldan ya jiqtaveradigan yer bo'lg'achqa, ya menda binalar menda mayil bo'ldi ekan, egildi ekan da hamda. Yotavergan vaqtda darhol tushib ketmaydi ekan. Ummo men uqbaqdim, masalan 7'de 8 derecenin eşip ketmese örülmeydi ekan. 8 derecenin eşip ketmesi örülmeydi ekan ko'pincha holatda. Onun da eşip ketse yaşadımı örüldü ekan. Demek ki oğlanım nima desa, ma Türkiye'de çoğu desa, aşında xalqlar hem şu ticaretçiler, şirketler nait çıkımını az kılıp, binanı tiz putturup setip, şunu olan andın bu beparvalık olan, salqaraş olan devletinin bunu kontrol kılışı tazir kuşluk bulmay burunqi zamanlıda. Muş sebeplerden bu yerde mesela tüven, yani yapındı tövrigendin sal tüven tevrisi mo öyle öğürülüp gitirgan muşuna hadisler yüz berdi. Bu meslek kartta çokum bir yerde devlet mo hem muşu bina saldıganlar mo alahide dikkat kılış gerek hem de. Müslüman sebep ne cayda kolumuzdan kilişçe kuştun çıkarıp onundan keyinço Allah'tan kelse yana uçakta sabır kılımız. O Allah'ın iradıkıga vaktiki tevrigen kıyamet gündeki ya tevreşte ya ki mesela yeştim kalmaydı zaten. Bu zemin astı üstün bop gidiyor. O her kançı ilgar teknik olan sasım veren buludu. Lekin şu vak bağışçılıkçı deyse insaniyet bugün günde teknik taraftan yetken yani en yukarı kılışık tikişlik ihtiyatının hemmini kılıp şu asasta binanı serişimiz lazım. Yüzümüzün çok qo'g'dashga tirishchanlik qilishimiz lazım. Tirishchanlikni qilib, undan keyin çok kep qaga vaqtda sabr qilishimiz lazım. Bu birinci nokta. İkinci nokta hem de yukarıda azraq deb o'tdim.
Musulman her davam elki kaça yataverar ki, kaçan ben çıkırıp düşemin ki, yolda mansam maşini besiyutam o, şoförlük kılıp maşini desem başkalarını sokuyutup kalamın mı, ya beni sokuyutup kalamın başkalar. De bunda ensereş yaşasa, bugün günde aeroplan çıkması lazım. Aeroplan çıkıp gidip kalıdı. Maşinin çıkması lazım, maşinin sokuşup gitti o. Yoldan ötmeslik lazım, yolda maşini sokap kitiş ihtimallığı var. Çünkü nurgun hadiselerini görüp durumuz hem de. Falan yerde aeroplan çıkıp gitti, poyuz sokuşup gitti. Falan yerde yoldan ütüvattıkça ondan maşinin edemini sokup etti, ya işki maşinin sokuşup gitti. De bu işin şu hayatımızda bulaptır demde. Bulap tuğallığı bilen eğer bunun koksu bu insan hiç işini kılması oldu, ödün çıkma yası oldu demde. Şunu için bu hayat emez hem de. Onda kokuşunun üzeri bu hayat emez. Hayat diyen insan ayında bir şey bardo, kirido, maşini çıkıdo, poyuz çıkıdo, aeroplan çıkıdo. Nurgun işler insan anı bulap tuğaçka küneglik hem de. Aeroplanın çıkıp gitişini biliyordu, lakin hepimiz aeroplan çıkımız. Ne için deyse bu çıkıp gitip böyle küneglik bunun insan. Çıkıp gitmez diyen işence bilen çıkımız. Köpünce halette hem de çıkıp gitsim az düşkenden keyin, nispeti az olgandan keyin sakmavatkan aeroplanlar karga vakitte çıkıverimiz hem de. Xuddi şuningdek, ma hayatta her daim qo'rqib yashashga bo'lmaydi hamda. Bunda qo'rqinchi kirib olsa, u insonning hayoti yaxshi baxtli hayot bo'lmaydi. Shuning uchun biz ehtiyotni qilishga tegishli ishlarni, sababni mustahkam ching tutib, shuning bilan birga shu tavakkul qilib yashashimiz lozim. Ya'ni Alloh menga tutgan bir ajal va shu ajal kagichilik yashayman. Alloh menga tutgan bir iroda bor. Menga yuz bersa shu yuz berdi, uningdan boshqa yuz bermaydi deb sababni joyida qilib, shuning bilan birga shu desa İnsan o'zining qilish tegishli ishini qilib, bu dunyoda yashash kerak. İstanbulda yashashdan ya Yandeş'da yashashdan qo'rqmaslik kerak. Chunki hech kishi bugungi kunda har qancha Gollandiyalik bir alim 4 kun burun manda deptikan degan gap bo'ldi. Shuni bir kutib olgan nimasini ko'rdim men. Siz bunda deptikansiz, lekin shu 4 kun keyin bu ish bo'lishini bilamdingiz desa, men uni bilaman. Faqat mening gapimga yaning tavrishi bunda tasodifiy yaqin kelib qoldi. Lekin men mushunda ish bo'ludi deb digini bo'ludi. U yataverish masalasida. Lekin ya 3 kundan keyin bo'ludi, ya 6 oydan keyin bo'ludi, ya 1 yildan keyin bo'ludi deb buni hozir qadar ilm tax buni çok keşif qilinmadi. Hozir qadar ilm buni hech narsa deyolmaydi. Mening og'zimda, mening nomimda nurg'u yolg'on gaplar tardi nimada bilitgan deb. Ha, voy bilibdikan, u bo'ptikan, bu bo'ptikan deb men bilmayman uni. Deb aşağıdan maşına deptem. Demek İstanbul'da ya tevreydi dese mümkün tevreydi. Lekin bu kaça ya tevreydiğan do dep hem de İstanbul'un taşlap başka yer İstanbul'dan aşağıydı o mesela. Ahında korksa mümkün başka yer ketkisi yol dilap kalışı mümkün bir maşina adısı olap mesela. Şunun için biz turvatkan yerlerimizde hatırlayacağım yaşımız gerek. Kolumuzdan kildiğin sebeplerini çoğu cayda sebepini kılışımız gerek. Yani sebepini kınmay, bundan taşıp etsek olmaydı. Allah bizim sebep kılışık buyurdu. Bunda boğandan keyin sebepni cayda kılıp kağını qandın biz hayatımızda normal devamlaştırışımız gerek hem de. Muşunda kınmağa vakitte bu hayat hakiki hayat olmaydı. Bu kainat yukarıda deb öttük. Aşında sınak olan, her xil balay afetli olan, musibetli olan tolgan dünya bu. Laqad xalaqnal insani fi kabad. İnsanın cefa muşakkat, kıyınçılık işleri yarattık dedi Allah. Onda boğandan keyin bu cefa muşakkat, kıyınçılık muş dünyada hayatlan buldukemiz her xil sebep, her xil uslupta bizge kelidi. Bunu çetişimiz lazım. Şuna burunki Ebu Bekir Sıddiq nisbet verildiğin bir söz var. Rahat kaçan deyse cennetke putni qo'ygan vaqtda jannatning bu so'g'isdan deb. Shu o'lgandan keyin jannat kirgan vaqtda haqiqiy rohat shu chaqda bor. Ma dunyoda shu desa har xil sinoqqa duch kelamiz. Bu sinoqlarga chidab yashashimiz kerak. Haliqi o'zimizning hayotini shu desa, shu xuddi hozir chiqsa yo'lda mashina besib olgandek, bunda qo'rqish bilan qalbimiz to'shab ketsa, haqiqiy yaxshi rohatda nimet üstüde yaşayamayız mı? Allah'ın kadarga tavakkul bo'lgan iman mı? İman mı aciz yok olgan buldu hem de. Ya ki aciz olgan buldu. Rahmet. Çılınki qo'shib qo'ygan. Ya Mehmet Damallarniki deganlarga qo'shilma ashunda hamda biz shu qazo va qadarga iymon keltirib bizning iymonimizning bir parchasi hamda. Ammo shunday vaqtda shu iymonimizni texmi kuchlantirsak, hamda Allohning irodasiz, Allah'ınki xohishsiz bo'lmaydi hech qanday. Anda bo'lgandan keyin iymonimizni kuchlantirib,
qo'limizdan kelgan sababni deb masalan davlat da'vatida uni qilish kerak, buni qilish kerak deydi. Shu sabablarning hammani qilib qo'limizdan kelgancha. Ayni qilib biz normal hayotda yashash kerak. Endi olimlar deydi, musibatni kutish musibatmi ig'ir bir musibat deydi hamda u hayot emas hamda. Hamda Allohga tayinib chin dilimizdan tavakkal qilib, sabablarni qilib, bir duoning ijobat bo'lishi uchunmi masalan qo'limizdan kelgan sababni qilamiz, uniga Alloh taoladan tilaymiz hamda. Shunga o'xshash shu ishtimi Allohga tayinish bilan, qo'limizdan kelgan sabablarni qilish bilan o'ssak, balki hayotimizni normaldagi vaqtdagidek o'tkaza olishimiz mumkin hamda. Allah razı olsun. Ahirda hamda. Şu afat vaxtida hamda hazır Türkiye'de o Türkiye devlet tarafından afat alakalar bazı tedbirler yol yo'riqlar bo'ladi. Hamda biz bir şu Müslüman buluş sifatimiz bilan ham shahar yashayotgan bir Uyg'ur xalqi buluş sifatimiz bilan bularga qanday riyo qilish masalan buni ahamiyati nima biroz hozir deb o'tdi. Qısaca tushuntirib o'tsalar. Şu deganga o'xshash hamda bizlar qaysi davlatda tursak, davlatning qonun tuzumiga rioya qilish bilan billa bo'lib o'zimizning tan salomatligi, o'zimizning xotirjamlik, o'zimizning omonligi uchun uning ashundaqligi binasini bilib so'zlaydi hamda. Ayndaq degan tavsiyalarga %100 amal qilish kerak meningcha. Bu bizning Allohga tavakkal qilishimiz yetganmaydi hamda. Alloh taolaga tavakkal qilamiz. Damallam degandek qo'limizdan kelgan sababni qilamiz. Shu sababning qatoridan hamda avamacha davlatninki uqtugan o'zimizni qo'g'dashga tegishlik nima qilgan chora tadbirlarga %100 amal qilish kerak. Har qanday bir angliq musulmon ayda qilish kerak deb o'ylayman. Allah razı olsun. Sizlarga qo'shib qo'ydan boshqa gap bormi? Boshqa nima yo'q, tabiiy holdalikqa bizning vatanda bir nima chiqibdi ekan, qizil chiroq to'xtasak imonimizga ta'sir yetadi deb qizil chiroqni to'xtamayman shunday bir ideya fikrdagi qarindoshlarimiz chiqibdi ekan. Ya'ni bu yo'ldagi qizil chiroq deganlik shu shaxsning o'zini yoki boshqa bir shaxsning hayotini qo'g'dash uchun o'tirib qo'yilgan bir kishilarningki o'tirib qo'ygan bugungi dunyoda bir qonun prinsipi. Yo'lning qonun prinsipida. Va haq mashina biz surasi qo'shmasin, biz yoki menayotgan shaxsni kelayotgan mashina so'qmasin degan maqsadda qo'yilgan bir narsa. Bu halqa dinga aloqador bir masala emas. Bunda qarashqa, lekin insonning hayotini qo'g'dash, insonga ziyon yetkazmaslik do'xti nazar bilan qaragancha desa dinga munosabatli ekan. Shunda bo'lgandan keyin biz halqa o'zimizni masalan shu afat yuqorida koronadan başımızdan o'tkazdik. Masalan shu chaqda har xil gaplar bo'ldi. Voy bu Allah taqdir qilmiz juqmaydi. Unda bo'lgandan keyin deb ya kurashmang desa unmay kurashadigan, voy bir joyga to'planmang desa unmay to'planadigan. Bu shunday ishlar bizning xalqimiz ichida ancha-muncha bo'ldi. Shuning hammasi shu desa asli bir tadbir hamda. Ya'ni insonningki o'zini qo'g'dab qilish uchun yoki boshqalarga ziyon yetkazmasligi uchun o'tirib qo'yilgan bir tadbirlar. Bunda tadbirlarga cho'qim amal qilish kerak. Bugungi kundagi masalan uylarninki uylamanda bo'lish kerak. Hozir kona uylarni tekshir etishninki bo'latiro masalan bu yatavrus qanday taqobil turamdi to'mamdi degandek har uningdan boshqa uyda masalan yatavrib qolsa deb buni bir so'mka bijnas hozirlashninki nimasi bo'layotdi. Bu shunday ishlar qarta mau bizning manfaatimiz uchun o'tirib qo'yilgan talablar ekan. O'zimizning manfaati uchun o'tirib qo'yilgan bir qonun ekan yoki prinsip ekan degan asosda buni amal qilish lozim. Chunki o'zining manfaati yoki o'zining qarindoshlarining manfaati uchun o'tirib qo'yilgan prinsiplar bor. Allah razı olsun. Endi afat rayoniga yordam chaqiriqligi chiqdi ma'lumotdan. Bir qism qarindoshlar yana qilib nasib bo'ldi. Buningga yana bir xalqimizni masalan bugun Kahramanmaraş'tan şöyleki o'quvchi aileler keldi. Yani başka nimalar bo'lishi mumkin. O'zimizning qarindoshlar olsun, Türkler olsun. Buningga bir qo'limizdan kelishicha yordamda bo'lishga bir qisqacha tavsiyalar bo'lsa olsak, undan keyin tugatsak yaxshi bo'lardi. Endi Peygamberimiz sallallohu alayhi ve sellem'in yana bir kuni boshqa bir jutdan bir umak kelgan. Peygamberimiz bu ümmetninki halini ko'rib, ularning kiyim-kechaklari, umumiy ahvoliga qarab, chiroyi o'zgarib ketganlar.
chiroyi o'zgarib ketib, butun sahobalarga Alloh yo'lida infaq qilinglar, Alloh yo'lida pul xarjlanglar deb talab qilgan. Talab qilgandan keyin ansorlardan unak kelgan, bunak kelgan, ashularga cho desa kelganlarga bir duy mol yig'ilib demdi. Pulim bor, xomim bor, minas bor. Payg'ambarimizning chiroyiga kulki yangrab, xursandlik mushunda ifodalangan, ko'ringan deb sahobalar cho ashuni bayon qilgan. Demak, buningdan ham payg'ambarimiz ash kelgan umakning holini ko'rib shu ish chaqirtib, ashularga chidamay shularning holiga ashunda buyurgan sahobalarni talab qilgan. Ayında kiyimsiz qoldi. Nurg'un odamningki puli olsun, nimasi olsun, nurg'un nasllar, nurg'unlarning hatta oltin kumushlari ayollarning taqaydigan. Nurg'un nas shu binoning ostida, to'pining ostida qoldi endi. Unda bo'lganda ekan, shu u yerdagi bolalar bilan kurashdik. Do'konlarni uchiq emas deydi. Pul olsimi yanchiqda xejlaydigan bir sharoit yo'q deydi hozirgi ishlarda. Suv ichib, uyib nasib qildik deydi. Yeydigan narsim yo'q deydi endi. Mushunday sharoit ostida chuqum biz umumiyuzlik xalqimizdan mayli o'zimiz bilan boshlayli, mayli boshqa atrofimizdagi yoki dunyoning har qaysi joylaridagi xalqimizdan chuqum bu yatavrashda mushunday qiyinchilik duch kelgan qarindoshlarimizga, mayli ular turk bo'lsin, mayli uyg'ur bo'lsin, kim bo'lishidan qat'iy nazar ularga qo'limizdan kelishicha yordam qilish, qo'limizdan kelishicha kuch chiqarish, mush haqda tashviq qilish, o'zaro birimizni mushu Alloh yo'lida pul xarjlashga, yordam qilishga qiziqtirish har bir musulmonninki, har bir sharq turkistonlikninki burchi. Shuning uchun qo'limizdan keladigan yordamni aymasligimiz kerak. Allah razı olsun. Özrünün Başka yok. Hürmetlik televizyon görücü arkadaşlar, bunun bilen bugünkü sual ve cevap namlıq programımız müşahede ahırlaştı. İnşallah başka programlarla görüşümüz bilen hem onlarla Cenab-ı Allah Teala'ya tapşırdık. Hayırlı hoş amal billah. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.